Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchilar. Yo'ruq sayillar saytimizga xush keldinglar. Men mazkur saytining programma riyosatchisi Qutlan. Anglar men do'stlar. Tövəndə diqqətinizlər 20-ci əsr Uyğur tarixidəki böyük ictimai islohotchi, yangi ma'rifchilik harakatining bayroqdori, ma'rifatparvar mutafakkur Abduqodir Domollamning hayot yo'li va kurash musofasiga bag'ishlangan mazkur programmada bo'lg'ay. Tilda, fikrda va ishda birlik shuarini tubga nishon qilgan jadidchilik harakatining eng muhim tashabbuslarining biri Qrimdan Qashqagacha, Istanbuldan Turkiston tuproqlarigacha bo'lgan bepoyon territoriyalarda yashaydigan turkiy tilli qarindosh xalqlar uchun o'rtaq bir adabiy til barpo qilish edi. Bu nishon jadidchilik harakatining tunji bayroqdori bo'lgan Ismoil G'osparalidan tortib, yosh tatar muxbiri Nushirvan Yavshevgacha bo'lgan jadidchi sarxillarning o'rtaq g'oyasi edi. 19 asrning oxirlaridan 20 asrning boshlarigacha bo'lgan jarayonda Rossiya tavasidagi tatar yurtlarida nashr qilingan Shura, Tarjumon, Vaqt, Yulduz va Nur qatorliq gazet jurnallarda til yoziq jihatdan butkul turk dunyosini birlikka keltirishni o'zlarining buyuk maqsadlarining biri qilgan edi. Növətdə Amerikada yaşayotgan yosh Uyg'ur bilim odamlaridan Taran Uyg'ur apandi yuqorida tilga ilingan tatar matbuotlarining o'z davrida butkul turkiy xalqlar o'qib tushunoladigan sap, oddiy ommabop uslubdagi o'rtaq turkiy tilida nashr qilinganligini alohida ta'kidlaydi. 19 asrning oxirlari va 20 asrning boshlari Chorosiyaga tava bo'lgan tatar yurtlarida Vaqt, Shura, Ang, Yulduz, Nur qatorliq nurg'ulg'an gazet va jurnallar nashr qilindi. Mazkur gazet jurnallarda ishlatilgan adabiy tilga diqqat qilgan bo'lsak, bu tilni hozirgi mamlakatdagi hech qaysi bir Turkiya xalqininki tili bilan butunlay o'xshash deb aytolmaymiz. Ya'ni bu tilda yozilgan asarlarda o'xshamagan Turkiya xalqlarininki o'zininki til alayliklari o'xshamagan yerlarda ifodalanib turdi. Demak, barliq Turkiya xalqlar intayin oson tushunib oladigan, barliq Turkiya xalqlariga o'rtaq bo'lgan bir adabiy til bu gazet jurnallarda ishlatilgan. Türkiye Egey Üniversiteti Türk Dünyası Tədqiqat İnstitutunun professori Doktor Alimcan İnayət Əpəndi Şərqi Türkistandakı cədidçilik hərəkəti və onun bayraqdarlarından biri bolğan Abduqodir Domollam haqqında tədqiqat elib bağan kişilərinin biri. Onun ta'kidlashicha, Abduqodir Domollamning maqoli yozmalari o'z davrida Shura qatorliq tatar matbuotlarida e'lon qilingan bo'lib, u til jihatdan o'z yozmalarining Shura jurnalining o'rtaq turkiy adabiy tilida yozish g'oyasiga uyg'un bo'lishiga alohida diqqat qilgan ekan. Abdülkadir Damollam Şura jurnalının avtorlarından biri. Şuna onun eserlerinin tili şu Şura jurnalının neşriyat prensiplerine uygun buluşu gerek. Aynı devirde Şura jurnalı şu Türkçe'ye alayda ehemmiyet vergen. Bazı sanlarda şu Türkçeden başka sözlerinin işletilmesliği talep kılınan. Çünkü jurnalın gayesi Rusya tevasideki Müslüman Türkler için ortak Türkçe barpo qilib, o'sha bütün türklarni tilda, fikrda va ishda birlashtirishdan iborat edi. Shu mezgillarda butkul turk dunyosiga keng tarqalgan hamda turkiy tilning turli shivalarida so'zlashadigan joy-joylardagi o'qirmanlar orasida so'yib o'qilgan tatar matbuotlarining tili prinsip jihatdan oddiylikni, ommaboplikni, o'rtoqlikni va soplikni o'lcham qilgan edi. Bo'libmi sop turkcha so'zlarni ko'proq ishiltish, Arab Fars tillaridan o'zlashtirilgan so'z atalg'ularni siqib chiqarish talab qilingan edi. Taran Uyg'ur apandi Abduqodir Domollamning mayli muajiratda yozgan va yoki vatanda qalamga olgan asarlarining mutlaq ko'p qismida mana mushu xil til ishiltish prinsipiga alohida diqqat qilganligini eskartidi. Albatta Abduqodir Domollammo jadidchilik harakatiningki bir avangard tashabbusi bo'lish sifati bilan o'zining yozgan asarlari va mazkur gazet jurnallarga avatgan maqolalarda biz tilga olgan shu adabiy tilni qo'llangan. Bu xil adabiy tilda asar yozgan avtorlarningki amalba asli turkcha so'zlarni ishlatishga tirishqanligi, shundaqla ayni zamondagi zamonga loyiq terminlarni qiliplashtirishga, shundaqla amalba chat tillarningki zarbisidan saqlanishga tirishqanligini ko'rishimiz emas.
Jadidchi sarxillar tashabbus qilgan tilda, fikrda va ishda birlik shuari 1930-yillardagi Sharqi Turkiston milliy inqilobi davridami o'z ta'sirini davomli ko'rsatgan. Professor Olimjon Inoyatning ta'kidlashicha, 1930-yillarning boshlarida Qashqarda nashr qilingan Sharqi Turkiston hayoti, Erkin Turkiston va Yangi hayot gazetlarini varaqlaganda bu shuarning qanchalik darajada amaliylashganligini cho'nqur darajada his qilish mumkin ekan. Tildə, fikirdə və işdə birlik şuarı şu 1930 yıllarda Şərqi Türkistan'da çıkıvatkan o gezilərdimi izchil o'rnilib kelgan. Şu yıllarda çıkan gezilərinin tiliga qaraydigan bolsak, bu şuarның qanchalik amaliylashganligini ko'ralaymiz. 1933 yılı və 1934 yıllarda şu Qashqarda çıkan Şərqi Türkistan, Erkin Türkistan, Yangi hayot nomli gezilərinin tilida şu ortaq türkçinin ro'shan izlarini ko'rgili bo'ladi. Halbuki 20. asrning boshlarida butkul turk dunyosiga, bo'libmi Char Rossiya tavasidagi turkiy xalqlar yashaydigan tuproqlarga keng tarqalgan tatar matbuotlari nashriyat o'rni jihatdan Qozon, Ufa, O'rinburg qatorliq tatar shaharlariga markazlashganligi, tahrirat qo'shonining tatar jadidchilarini asos qilganligi qatorliq sabablar tufaylidan bu matbuotlarda ishlatilgan o'rtaq turkiy tili lug'at so'stavi jihatdan yanala tatar tilini asos qilgan edi. Taran Uyg'ur apandimi bu nuqtani alohida ta'kidlab o'tdi. Ayni chog'larda jadidchi matbuotlarning ichidagi ta'sir kuchi bir qadar kuchli bo'lgan, shundoqla taqlis doirasi kengri va tiraji ko'p bo'lgan bir qism matbuotlar asosan shu Chorosiyaniki Turkiya musulmon xalqlar yashagan Qozon, O'rinburg va Ufa qatorli shaharlarga markazlashgan. Shu sababdan ana shu matbuotlarda ishlatilgan tilmi tabiiy holda ayni chog'dagi tatarchani asos qilgan bir turkiy til bo'lib hisoblanadi. Professor Olimjon Inoyat apandimi Shura qatorliq tatar matbuotlarining til jihatdan garchi tatar turkchisini asos qilgan bo'lsa-mu, ammo jadidchilarning tilda birlik shuari bo'yicha barcha turkiy tillari va shivalardan foydali xurishlarni qabul qilib, o'rtaq turkiy adabiy tilni barpo qilishga tirishganligini, tatar matbuotlarida ishlatilgan tilda tatar turkchisi, İstanbul Türkçesi ve başka Türk tillerinden qabul qilingan o'rtaq elementlarning yer olganligini ta'kidlaydi. Bazı sözlərdə Tatarçının alayidligini körgülü buludu. Məsələn, saylov, anlaşu, kilişu, oku, işlevçi qatarlıq söz və ibarələr Tatarçığa ait xüsusiyyətlərdir. Yəni, aynı dövrдəki gezilərinin tili Uyğurca, Türkçe, Türkiye Türkçesi və Tatarçının alayidliklərini özüge mücəssəmləşdirən bir til. Şuranın tilimi Tatarça, Osmanlı Türkçesi və Çağatayca alayidliki bolğan bir tildir. Bu tildə çıxan gezit və jurnallar şu Türk dünyasının həmmə yerində okulğan. Abdülkadir Damollamның şu Şuradakı maqalalarının tilimi şu ortaq tilga yakın keladi deb qarash mumkin. Darvaqa, Abdülkadir Damollam büyük bir ijtimoiy islohotchi va o'z davrining mash'al ko'targuvchisi bo'lganligi uchun u Sharqi Turkistondagi sarxillar qatlami bilan avom xalq o'ttirsidagi oraliqni, bo'libmi til va tushuncha jihatdagi farqlarni cho'nqur darajada tunib yetgan edi. Taran Uyg'ur apandining ta'kidlashicha, Abdülkadir Damollam garchi Shura, vaqt qatorliq tatar matbuotlarga avatgan maqola yozmalarda o'rtaq turkiy tilini qo'llangan bo'lsa-mu, ammo Sharqi Turkistonda darslik va o'qishlik qilib ishlatishni maqsad qilib yozgan kitoblarida Qashqa turkchisini qo'llangan edi. Mana mush sababdan bo'lsa kerak, Abdulqodir Domollam ana shu jadidchi matbuotlarga bergan maqolalarni asosan tatar tiliga yaqin bo'lgan bir o'rtaq turkiy tilda tayyorlagan bo'lsa, Qashqardagi jadidchilik maktablariga kerakli bo'lgan dars o'qishliqlarni, shundoqla asosliq o'qirmanlari Uyg'urlar bo'lgan ba'zi ilmiy emgaklarni o'zining tili bo'yicha aytganda turkiy tilniki Qashqar shivasi yoki bo'lmasa Uyg'ur tiliniki shu Qashqar dialekti bilan tayyorlagan deb aytish bo'ldi. Bu nuqtaga munosabatlik bayonlar Abdülkadir Damollam'nınki Tecrüt Türkiye namlı əsərləmə aniq aniq göstərildi. Abdülkadir Damollamның öz davridagi Sharqi Turkistonning amaliy ahvolini chiqish qilib, o'rtaq turkiy adabiy tili bilan Qashqa turkchisi orasidagi munosabatni intayin chivarlik bilan tengshiganligini uning Tajvidi Turkiy nomli asarining xotimisidagi munu bayonlarni tasdiqlaydi.
Günümüzde tecvid kitapları İstanbul ve Tatar şivesinde tercüme kılınıp neşr kılıngan bolsumu, memleketimizde mezkur tercümelerini düşenmek bir az ağır bolganlığı sebepli İbn Cezari'nin tecvid haqidagi kitobi, tecvid ilmi haqida mufassal bayon qatorliq kitoblardan ba'zi mazmunlarni tanlab, mamlakatimizda odatlangan turk tilida tuzib chiqdim. Qadrlik radio anglag'uchilar, yuqorida Abduqodir Domullamning hayoti va uning kurashlari haqida ishlangan maxsus radio programmasining 8-qismini anladinglar. Bu vaqtdagi anlatışımızның oxiri davomliq diqqatinglarda bo'ladi. Programmani Qutlan tayyorladi.